Umurtqalarning skeleti ikki qismga bo'lib o'rganiladi, ya'ni ikkita katta bo'limga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni umurtqalarning o'q skelet hamda periferik skeleti bor. Skeletning o'q bo'limiga bosh suyagi hamda umurtqa pog'onasining suyaklari kiradi. Umurtqa pog'onasini o'zini yana biz 5 qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchi qismi bu bo'yin bo'limi yoki bo'yin umurtqalari, vertebra cervicalis. Ikkinchi bo'limi bu ko'krak umurtqalari, vertebra thoracalis. Uchinchi qismi bu bel umurtqalari, vertebra lumbalis. To'rtinchi qismi dumg'aza umurtqalari yoki dumg'aza suyagi, vertebra sacralis yoki os sacralis va 5-chi qismi dum umurtqalari, vertebra coccygia yoki vertebra caudata deyiladi. Endi shuningdek, o'q skeletining tarkibida har biri ko'krak umurtqalariga birlashadigan qovurg'alardan tashkil topgan kosta deyiladi va qovurg'alarning pastki qismi bevosita tush suyagi bilan birlashgan hamda bu yuqorgi tomondan ko'krak umurtqalari, ikkala yon tomondan qovurg'alar va pastki tomondan tush suyagi birgalikda ko'krak qafasini hosil qiladi. Endi periferik skeletga o'tadigan bo'lsak, periferik skeletga oldingi va orqa oyoqlar kiradi. Periferik skeletning o'zi yana ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni oyoqlarning kamar suyaklari va oyoqlarning erkin suyaklari. Oyoqlarning kamar suyaklariga qishloq xo'jalik hayvonlarida faqat bitta suyak saqlanib qolgan, ya'ni kurak suyagi. Orqa oyoqning kamariga esa ikkita nomsiz suyakdan hosil bo'lgan toz suyaklari kiradi. Endi erkin suyaklarni o'zini o'rganishda yana 3 ta bo'limga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchi bo'limi bu stilopodi suyaklari, ya'ni bu bo'limga oldingi oyoqdan yelka suyagi kiradi, orqa oyoqdan son suyagi kiradi. Ikkinchi qismga zigopodi suyaklari kiradi, ya'ni oldingi oyoqda bu bilak tirsak suyaklari, orqa oyoqda boldir suyaklari. Zigo degani juft degan ma'noni bildiradi. Oldingi oyoqda ham, orqa oyoqda ham bu qismga kiradigan suyaklar juft bo'lib joylashadi. Oldingi oyoqda bilak suyagi yaxshi rivojlangan, uning orqa qismida joylashadigan tirsak suyagi faqat proksimal qismi yaxshi rivojlangan, u distal tomonga sekin-sekin rudimentlashib borayotgan suyak hisoblanadi. Orqa oyoqda ham xuddi shunday katta va kichik boldir suyaklari bo'ladi. Katta boldir suyagi yaxshi rivojlangan, kichik boldir suyagi ko'pchilik qishloq xo'jalik hayvonlarida rudimentlashib borayotgan suyaklar hisoblanadi. Endi undan keyingi bo'lim bu avtopodi bo'limi deyiladi. Avtopodi bo'limiga oldingi oyoqdan bilak uzuk suyaklari kiradi, orqa oyoqdan tovon suyaklari kiradi. Har ikkala bazipodi suyaklari ham, ikkala oyoqdagi bazipodi suyaklari ham mayda shaklsiz suyakchalardan tashkil topgan. Oldingi oyoqda bu suyakchalar 2 qator bo'lib joylashadi, orqa oyoqda esa 3 qator bo'lib joylashadi. Undan quyida joylashgan suyaklar bular metapodi suyaklari deyiladi. Ya'ni metapodida oldingi oyoqdan kaft suyagi kiradi, orqa oyoqdan esa oyoq kaft suyaklari kiradi. Va avtopodi bo'limiga kiradigan 3-chi qism bu akropodi suyaklar. Akros degani uchki degani, ya'ni oyoqlarning uchki qismida joylashadigan suyaklar. Bu oldingi oyoqda ham, orqa oyoqda ham 3 qator bo'lib joylashadi. Birinchi qatorda joylashgan suyak birmuncha yaxshi rivojlangan, bu tushoq suyagi deyiladi yoki birinchi falang suyagi ham deyiladi. Ikkinchi qatorda joylashgan suyaklar bular demak yumaloq shaklda bo'lganligi uchun yumaloq suyaklar deyiladi yoki ikkinchi falang suyaklari deyiladi.
va uchinchi qatorda joylashgan suyaklar bular tuyoq suyaklari yoki uchinchi falang suyaklari deb yuritiladi. Bu barmoq suyaklari juft tuyoqli hayvonlarda bir juft, har bir qatorda bir juftdan bo'ladi. Tog' tuyoqli hayvonlarda esa har bir qatorda bittadan bo'lib joylashadi.